Qachondir qo'llari gul edi uning, bugun yelkasida qushlar ini bor. Yozib yozmasdan ketganlari ham bor orasida. Insonni hech qachon yodidan chiqmaydigan narsalardan biri bo'lib qoladi. Agar yana bitta imkoniyat bo'lganda menda yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan jamoa edi. O'sha paytdan boshlangan. Kutilmagan ish sifatida Akademiya nashriyoti tomonidan she'rdagi iztirobni, she'rdagi og'riqni his qilardim. O'sha she'r ko'z yoshga aylanibgina chiqib ketishi mumkin. Zulfiya mukofoti ta'sis qilingandan boshlab bugungacha bo'lgan. Dadam kechroq bildi. G'oliblari qatorida kitobimiz nashr etildi. Balki oilamizda bo'lgan adabiyotga muhabbatning ta'siridir. O'sha jurnalda birinchi ish faoliyatimni boshlaganman. Juda devor bo'lgan. Dadam men she'r yozaman deb ayta olmagansiz. Birinchi kitobimiz Yozuvchilar uyushmasi tomonidan chiqdi. Butun O'zbekistonning qizlarini bir maqsadiga aylanib qolganda. O'zim Qashqadaryoning keyinliklarida tug'ilganman. Chiroqchi tumani, hozir Ko'kdala tumaniga qaraydi. Yerlarimiz lalmikor, keng dashtlar. Balki o'sha kengliklarning ta'siridir, balki oilamizda bo'lgan adabiyotga muhabbatning ta'siridir. Kichkinaligimdan kitobga bo'lgan muhabbat uyg'ondi va men ayta olamanki, bizning oilamiz kitobxon oila. O'sha paytlarda mustaqillikdan keyingi tug'ilgan avlodimiz biz 2000-yil, 2005-yillarda men ko'rgan, men bilgan, o'zim his qilgan atrofimizda moddiy qiyinchiliklar juda katta edi. Ya'ni davlat endi mustaqil bo'lgan, odamlar savdo sotiqqa yo chetga ishlashga o'zini urgan, hali bir aniq nimadirga kela olmagan paytlar. Ya'ni o'sha qiyinchilik paytida ham men ayta olamanki, dadam o'zi gilam sotardi, savdo sotiq qilardi, chinni sotardi boshqa joylarga borib. Lekin shaharlarga, Samarqandga yo Qarshiga borganda eski kitob sotadigan joylardan shu oldin nashr bo'lgan kitoblarni olib kelardi. O'zi Boburiylar, Temuriylar tarixini o'qiydigan odam bo'lgan, ko'proq tarixiy asarlar o'qirdi. Biz uchun, ayam uchun, men uchun she'riy kitoblar olib kelardi, g'azallarni olib kelardi, Fuzulini, Mashrabni kitoblarini olib kelganlarini eslayman. Meni bola ongimga ular katta she'rlarni yodlatishardi. Ayam yodlatardiki, Abdulla Aripovning Munojot she'rlarini yodlatardi. Yoki Onam turdi karvon qizi xotirasiga degan ustoz shoirimiz Abdulla Aripovning onalarining xotirasiga yozgan kattagina she'rlari bor. O'sha she'rlarni men 7-8 yoshligimda yodlatishardim. She'rdagi iztirobni, she'rdagi og'riqni his qilardim. Lekin aynan u paytda hali judolik nimaligini bilmaganman. Ko'p narsani bilmasdim-ku, lekin o'sha she'rdagi og'riqni bola ko'nglim bilan his qilardim. Keyinchalik o'zim ham maktab darsliklarini, adabiyot darsliklarini, ayniqsa 5-sinfda paytim 6-7-8-sinflarni she'r adabiyot darsliklarini ham o'qirdim. Ya'ni keyingi yilda bizga kim o'tiladi o'sha she'r? Kim bor keyingi yil adabiyotda? Ya'ni men tanimagan qanaqa shoir bor? Menga kerak o'sha narsa tashnaliklarimizda biroz adabiyotdan berilgan she'rlar, Halima Xudoyberdiyeva she'rlari, Zulfiya xonim she'rlar aytib o'tish kerak. Bizni ayollar she'riyatigina o'sha masalan muammolarimiz she'riyati bo'lgan-ku, Vaysi, Zebuniso mana davom etayotganini ko'rsatgan va she'rga muhabbat uyg'otgan. Bolaligingizdan o'sha she'riyatni o'qishga qiziqqansiz, lekin she'r yozish qachondan boshlangan? O'sha paytdan boshlangan. Ya'ni u taqlid bo'ladi-da, tushunyapsizmi? O'sha paytdan boshlangan. O'sha paytdan nimalardir mashq qilganman, maktabda ustozlarimga ko'rsatganman va hech biri qattiq so'z aytmagan. Ya'ni bu she'r emas, yozmay qo'yur demagan. Yaxshi harakat qilish kerak degan, lekin ular she'r bo'lmaganda. Ular ota-onangiz qanday qarashgan she'r yozishingizga? Dadam kechroq bildi. Masalan, oilada bizda baribir juda devor bo'lgan. Dadam men she'r yozaman deb ayta olmagansiz. Ayam, opam yo akalarim bilgandir. Ayamni o'zlari ham yozgan bizga. Ayamni ayalari ham yozgan. Ona urug'dan o'zi she'riyatga ixlosmandlik bor. Shuning uchun tabiiy qabul qilishgan. Balki yozib qolib ketadi, ertaga havas bir kun boshqa yo'nalish tanlab ketadi deb o'ylagan bo'lishlari ham mumkin. Lekin keyinchalik o'zim his qildimki, she'r yo'li, adabiyot yo'li bilan meni qalbimdagi tuyg'ular chambarchas o'sha birlikdan davom etdik. O'rtada ozgina nima desam, abituriyentlik paytlari o'qishga kira olmaslik, muammolar ko'proq bo'ldi. O'sha paytlari ham, ya'ni men yiqildim, men taslim bo'ldim, men eplolmayapman deganda ham meni o'sha umid bo'lib turgan narsa she'r bo'lganda, ya'ni nimadir yoza olaman-ku, yozayapman-ku, balki u katta narsa bo'lmagandir. Keyinchalik mana Zomin seminariga kelganman. Eng yaxshi xotiralarimizdan bittasi 2018-yilda. O'sha yerda ham ko'plab tengdoshlarimiz bilan
tanishib she'rlar o'qiganmiz. Ustozlar e'tirof etgan. Keyin o'sha Zomin seminari ishtirokchilari qatorida, g'oliblari qatorida kitobimiz nashr etildi. Talabalik vaqtiga muyassar bo'ldim o'sha yillari. 2020-yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlandim. Zulfiya mukofotiga nomzodingizni qo'yish jarayonlari qanday bo'ldi? Kimdir sizni shunga topshir davlat mukofotiga degan gaplar bo'lgandir balki. Bu mukofot hozir butun O'zbekistonning qizlarini bir maqsadiga aylanib qolganda. U ijodkordir, u san'atkordir, u rassomdir. Mana shu mukofotni olsam deb harakat qiladi. Balki qaysidir ma'noda bo'lgan. Kollejda o'qiydigan paytlarim topshirganman. Tuman bosqichi, viloyat bosqichlarigacha chiqqanman, qaytganman. Keyin bo'ldi. O'sha keyin o'zim his qildimki, universitetga kirdim, birinchi kursimiz tamomlanyapti. Bizni Qashqadaryomizda Baxtiniso Mahmudova degan bir opamiz bor edi, Alloh rahmatiga olsin. Juda yaxshi ijodkor edi. O'sha opa aytdiki, shu Zulfiyaga topshiraylik, Madina dedi. Ketdim, opa, keling dedim. Shu yil siz topshiring. Ya'ni bitta viloyatdan mana biz raqib bo'lib qolmaylik shu yerda. Shu yil siz topshiring, keyingi yili men topshiraman deb biz kelishib oldik. Keyin nasib qilmagan ekan opamizni. Keyingi yillari o'sha yil topshirmadim. Keyingi yili men o'zim aytdimki, birmuncha men hozir nima o'zgardi aytgancha, buni aytib o'tish kerak. O'sha men kollejda topshirib yurgan paytlarim Zulfiya mukofoti 14 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga berilardi. Keyin o'zingiz xabaringiz bor, siyosat o'zgarib bo'lgandan keyin Zulfiya mukofotini 30 yoshgacha beriladigan qildi. Demak, o'yladiki, mana shu imkoniyat biz uchun berilgandir balki. O'sha bola paytimizda balki bizni yozganimiz loyiq ko'rilmagan bo'lsa, endi munosib bo'lgandirmiz degan odamda ilinj bo'ladi-yu. O'sha ikkinchi kurs paytim universitetdagi ustozlarimiz bilan kelishib, ularga bilan bo'ldi, topshiring. Albatta, buni har bitta bosqichiga men o'qishdan javob olib borib kelardim. Tuman bosqichiga, viloyat bosqichlariga borib, o'sha yili nasib qilgan, juda qattiq xursand bo'lgan. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida o'qiganman. Rahmat aytaman o'sha ustozlarimga. Ya'ni sizni ijodkor talaba bo'lishingizga qo'yib berganda ular. Zulfiya olganingizdan keyin tadbirlar bo'ladi, darslar qolib ketadi. O'sha paytlarda ular har doim qo'llab-quvvatlab turgan ustozlarim bo'lgan. Va mukofotni olgandan keyin hech narsa o'zgarmadi deyish hozir yolg'on bo'ladi. Ko'p narsa o'zgaradi. Ya'ni birinchi o'rinda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz o'zgaradi insonni. Mukofotni olish jarayonidagi taassurotlaringiz bilan bo'lishing, biz bilan o'rtoqlashing. O'sha davrada ism familiyangiz, otangizni ismlari jarang sochganda nimalarni his qildingiz? U hech xotiradan o'chmaydigan narsa bo'lsa kerak, bu to'g'rimi? Xuddi shunday, nima bir faraq beradi insonga bu. O'sha muhtasham katta davrada sizni otangizni ismi bilan aytib o'tganingizda chaqirishi, taklif qilishi va mana shu mukofot bilan taqdirlanishingiz insonni hech qachon yodidan chiqmaydigan lahzalardan biri bo'lib qoladi, umridagi eng chiroyli lahzalardan. Xuddi ota-onam yonimda turgandek his qildim. Aslida endi ular ekran orqali kuzatgan, keyinchalik ular yonimda turganda. Kelishmaganmi? Bizda o'sha yili karantin bo'ldi, ularga kirishga ruxsat bermaganda. Shuning uchun ota-onalarga ruxsat bermagan, qisqartirilgan davra bo'lgan. Ularning quvonchi aynan mukofot olgan kunimdagi yo mukofot berilishi e'lon qilingandagi siz ota-onamni quvonchini tasavvur ham qila olmaysizda. Farzand erishgan yutuqdan aslida o'sha farzanddan ko'ra ota-onasi ko'proq xursand bo'lar ekan. Yaqinlaringiz deylik, balki ustozlaringiz. Yonimda ota-onam bo'lgan, ikkalasi ham kelishgan Qashqadaryodan va meni shu mukofot olib chiqishimni kutib turgan. Ularning ko'zidagi juda katta mamnunlikni, juda katta rozilikni ko'rganman-da. Xursand bo'laman bugun ham. Agar yana bitta imkoniyat bo'lganda menda ularni rozi qilish uchun men yana o'sha Zulfiya olishga va bu uchun bo'ladigan musobaqaga kurashlar bo'ladi-yu, kichik kurashlar. O'shalarni boshqatdan bosib o'tgan bo'lardim va boshqatdan o'sha mukofot olish uchun nomzodimni topshirib himoya qilgan bo'lardim. Chunki ularning ko'ziga shu darajada bu quvonch bergan. Ya'ni farzandini o'sha yutuqqa erishishi. Keyin Qashqadaryoga qaytganimizdan keyin ham tuman hokimiyatidan kelishi, ularni tabriklashi, mahalladagilar kelishi, ularni tabriklashi, tasavvur qiling, bu ota-ona uchun qanchalik baxt. Va shularni o'ylasam har doim xursand bo'laman. Endi mukofotni oldingiz, olganingizdan so'ng sizga qanday eshiklar ochildi? Mukofotni bilmadim. Mukofot sizga nima bera oldi? Aslida keling, mukofot biz nimadir ta'mi uchun olmaganmiz, u nimadir berishi uchun. To'g'ri, u bizni
mana shu mukofot sohibasi degan nom berdi bizga, hurmat berdi bizga, lekin bu mas'uliyat edi aslida. Tushunyapsizmi? Zulfiya nomidagi davlat mukofotini adabiyot yo'nalishidan olish siz yanada yaxshiroq shoira bo'lishingizga, yaxshiroq ijod qilishingizga bo'lgan bitta sizga kattaroq talab edi. Sizni o'sha davlat rahbari ham shoira sifatida e'tirof etib sizga mukofot beryaptimi? Demak, siz so'z yo'lidagi, adabiyot yo'lidagi mas'uliyatingizni kattaroqligini yanada chuqurroq his qilishingiz kerak edi deb o'ylayman. Ya'ni albatta bu imkoniyatlari bor. Ya'ni universitetda o'sha paytda bakalavriat talaba edim. Magistraturaga kirish imkoniyatini berdi va o'qishimni magistraturada davlat budjetida davom ettirdim. Imkoniyatlari bor bir qator. Lekin imkoniyatlari bilan birga biz uni o'sha mas'uliyati bilan birga qabul qilganmiz. Qayerlarda ishladingiz o'qishni tamomlab? Talaba o'sha birdan ish faoliyatimni o'qish davomida, o'qish davrida boshlaganman. Ikkinchi kurs paytimdan Dugonalar jurnali bo'lardi. Halima Xudoyberdiyeva bosh muharriri bo'lgan hayotlik chog'ida jurnal bo'lardi. O'sha joyda ustozimiz Guljamol opa Asqarova ishlardilar. O'sha jurnalga borganman, ish so'rab borganman va ular juda iliq qabul qilgan, esimda juda mehribon, bir-birini yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan jamoa edi. O'sha jurnalda birinchi ish faoliyatimni boshlaganman. 1 yildan ortiqroq vaqt ishladik. Bizning zimmamizda shunday vazifa borki, o'sha ham oila, ham farzandlar va ijodni birga olib borish vazifasi borda. Bu aslida birmuncha qiyin. Ya'ni balki aytayotganimiz ish, davlat ishi bo'lganda bu osonroq bo'lardi. Ijod bundan ham kattaroq mas'uliyat deb o'ylayman. O'sha oraliqdagi masofani bosib o'tdim. Ya'ni farzandlarim bor, lekin she'r yozgim keladi. Nimadir o'qigim keladi. She'riyat bu nima? Ruhimizga beradigan, ruhingga nimadir ozuqa bera olmay qolasan. Ya'ni vaqt tanqisligi yetmagan paytlarda yozish shunchalik qattiq yozish istagi bo'ladiki, faqat ko'z yoshga aylanadi-da buni yoza olmaganingizda. O'sha she'r ko'z yoshga aylanibgina chiqib ketishi mumkin bo'lgan paytlarni va o'sha paytlarda ham o'sha hislarimni, yashab o'tayotgan hislarimni, onalik tuyg'ularimni she'rga aylantirishga harakat qildim. Aytib o'tishim kerakki, ijodkorlarni, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlanishi Yozuvchilar uyushmasi tomonidan birinchi kitobim o'sha Zomin seminari ishtirokchilari safida chiqarilgan Kaftdagi yo'l degan kitobim. Bu albatta o'sha endi adabiyotga kirib kelayotgan har bitta yoshlarni quvontiradi va ularni qo'llab-quvvatlashning bir timsoli. Keyin kutilmagan ish sifatida Akademiya nashr nashriyoti tomonidan Izlam turkumi tashkil qilindi va bunda ham o'sha bir turkum yoshlarning kitobi chiqarildi. Endi tasavvur qiling, ijodkorsiz, she'r yozasiz, qandaydir zamonlar bo'lganki, shoirlar o'zlari she'rlarini yozib, nashriyotga olib borib, meni kitobimni chiqar deydigan paytlar bo'lgan. Biz shunaqa bir avlod bo'ldikki, xursand bo'laman. Birinchi kitobimiz Yozuvchilar uyushmasi tomonidan chiqdi. Keyingisini Akademiya nashr nashriyot tomonidan chiqarildi va qalam haqqilari berildi. Umuman o'sha e'tibor bo'lgani, chiqarilgani, sotuvga qo'yilib, tashkil qilinib, o'quvchilarga yetkazib berishda nashriyotni o'zining ko'rsatgan jonbozligini hurmat qilaman va buni albatta e'tirof etib ketish kerak deb o'ylayman. 2025-yilda Yozuvchilar uyushmasi tomonidan Zulfiya nomidagi davlat mukofotini adabiyot yo'nalishida olgan barcha ijodkorlarni ijodiy ishlari yig'ilib, mushoira etadi davom degan kitob tuzildi va xursand bo'ldim. Bu kitob uchun meni ham she'rlarimni so'rab olishganda chiroyli taqdimotlar bo'ldi. Xursand bo'ldik va buni yaxshi tomoni o'sha mukofotni olib kimdir aytish mumkinki, ijod qilmay ketgandir adabiyot yo'nalishidan olib. Kimdir oilasi birga chalg'igandir, kimdir boshqa yo'nalishdagi ishi bilan chalg'igandir. Ularni hammasini ijodiy ishlari yig'ilib, ulardan ijodiy ishlari olinganda o'ylaymanki, ularning yana bir marta o'sha mukofotni adabiyot yo'nalishida olgani, uni adabiyotga aloqadorlik esiga tushib, yana ijod qilishda davom etayotgandir va so'z yo'lida qaytishni o'ylagan ijodkorlar ham bor deb o'ylayman va bu chiroyli kitob uchun tashakkur bildiraman. Va kitobga kiritilgan she'rlardan birini o'qib beraman. Eshitamiz. Xudoyo, ayolga kuch ber, Xudoyo. 40 joniga 40 ming jallod tikmishdor. Qachondir qo'llari gul edi uning, bugun yelkasida qushlar ini bor. Xudoyo, ayolga ishq ber, junun ber. O'z umri ichida bo'lmasin talosh, yo'l ber, ko'zlaridan yoshdek oqsin u.
so'ngida o'zingga etguvchi yo'ldosh. Janglarga tashlasang, zafar ber, shon ber, zulm arqoniga tang'ilmasidan. Gar bolam deb o'lsa, qaytadan jon ber, iymon ber, nafsiga yengilmasidan. So'ngsiz toqat berma, o'tday isyon ber, sevgi ber, shu o'tni o'chirguningcha. Bir odam ko'ksidan mutlaq qo'rg'on ber, toki huzuringga ko'chirguningcha. Xudoyo, ayolga kuch ber.